Bilamiz, Usmon Dembele 2025-yilgi Oltin to'p g'olibi bo'ldi va u shunchaki shu mavsumda 2024-25-yilgi mavsumni yondirib tashladi. Bugun biz shunaqa futbolchilardan yana 11 tasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizda bugun Oltin to'pning ramziy jamoasini tuzib ko'ramiz. Bugun kakras bizda yangi rubrika ramziy jamoa. Ya'ni bu rubrikada biz yaxshi jamoani tuzamiz. Masalan, Oltin to'pning eng yaxshi jamoasi yokida The Best eng yaxshi jamoasi Chempionlar Ligasining ramziy jamoasini tuzamiz. Va bugungi videoda bizda 2025-yilgi Oltin to'pning ramziy jamoasini tuzamiz. Tayyor bo'lsangiz videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Unda biz boshladik. Demak, bo'lmasa cho'zib o'tirmaymiz. Endi darvozaga o'tamiz. Darvozabon bizda Gianluigi Donnarumma. 2024-2025-yilgi mavsumda Gianluigi Donnarumma PSG darvozasini juda faol himoya qildi va jamoa uchun muhim rol o'ynadi. PSG jamoasi 2024-2025-yil Liga 1 chempioni bo'ldi va mavsumni mag'lubiyatsiz tugatdi. Bu Donnarumma ishtirokidagi davr bo'ldi. Yevropada ham faol ishtirok, Chempionlar Ligasida ham Yevropada ham faol ishtirok, Chempionlar Ligasida ham 10 tadan ko'p bahslarni o'tkazdi. Bu turnirda ham asosiy to'sqinchi bo'lib turdi. Donnarumma o'zining saqlab qolish foizi va pozitsion sezgirligi bilan ajralib turdi. U statistikalarda yuqori ko'rsatkichlar qayd etdi va raqiblarga qarshi ko'p zarbalarni qaytardi. Umuman olganda 2024-2025-yilgi mavsumda Donnarumma uchun juda muvaffaqiyatli bo'ldi. U PSG darvozasida doimiy asosiy darvozabon bo'lib, jamoa bilan Liga 1 chempionligini qo'lga kiritdi. Hamda Chempionlar Ligasida ham muhim rol o'ynadi va Chempionlar Ligasini ham yutdi. Va bizda himoyachilar 3 ta. Va men cho'zib o'tirmayman, hammasini bittada aytib o'tib ketaman. Virgil van Dijk, Nuno Mendes va Ashraf Hakimi. Va endi shularga qisqa fakt keltiramiz. Virgil van Dijk Liverpoolning markaziy himoyachisi va sardori bo'lib, 2024-2025-yilgi mavsumda jamoasining asosiy himoyachisi bo'ldi. U deyarli barcha o'yinlarda maydonga tushib, jamoasining Premier Liga chempioni bo'lishida katta hissa qo'shdi. Taxminan u bu mavsumda 37 ta o'yinda maydonga tushdi, 3 ta gol va 1 ta assist bilan maydonda ko'p qatnashdi. Shu bilan birga ko'p tozalashlar, ya'ni himoyaviy harakatlar bilan ajralib turdi. Himoyada juda barqaror bo'lib, jamoa himoyasini boshqarishda va to'pni yuqoriga uzatishda muhim bo'ldi. Mavsum natijasida Virgil van Dijk FIFA 2025-yilning eng yaxshi erkaklar terma jamoasiga kiritildi. Van Dijk bu mavsumda Liverpool himoyasining ajralmas qismi bo'ldi va jamoaning chempionlik sari yo'lida asosiy poydevor vazifasini bajardi. Endi navbat Ashraf Hakimiga. Hakimi PSJda o'ng qanot himoyachisi, ya'ni right back sifatida o'ynadi va jamoaning hujumchi sifatida ham o'zini yaxshi ko'rsatdi. Taxminan u 25 ta o'yinda maydonga tushdi va 4 ta gol va 6 ta assist bilan kontent yaratdi. Umumiy hisobda 10 ta golga bevosita hissa qo'shdi. Bu hujumchi uchun ham, himoyachi uchun ham juda yaxshi natija. U tez-tez hujumda yordam berdi va tezligi hamda texnikasi bilan raqib himoyasini buzishda muhim rol o'ynadi. Mavsum oxirida Liga 1 jamoasi uchun eng yaxshi o'ng qanot himoyachisi deb tan olindi. Marocco World News shuningdek FIFA 2025-yil eng yaxshi jamoasiga ham kiritildi. Hakimi nafaqat himoyada, balki hujumda ham jamoaga katta foyda keltirgan. Bu mavsumda chempionlik uchun kurashda juda muhim qatnashchiga ham aylandi. Va endi navbat Nuno Mendesga. Mendes PSJda chap qanot, ya'ni
left back bo'lib, hujum va himoyani birlashtirib o'ynadi. U o'zining yoshiga qaramay tezligi va tez boshlanishi va uzatishlari bilan PSG hujumiga katta hissa qo'shdi. Mavsumda taxminan 24 ta o'yinda maydonga tushdi va bitta gol va 3 ta assist bilan jamoaga hissasini qo'shdi. Ashrafdek ko'p statistika emas, lekin barqaror o'yin va himoya sifatida mustahkam chiqishlar bilan tanildi. Juda ko'plab futbol mutaxassislari Mendeshning jahonning eng yaxshi chap qanot himoyachilaridan biri deb baholashdi va u jamoasining muvaffaqiyatida ham muhim rol o'ynadi. Mendesh bu mavsumda PSG hujumining dinamik yon qanotidan biri sifatida ijodkorlik ko'rsatdi. Unga tez-tez hujumni boshlash va assistga yaqin harakatlar kiradi. Men boya oldindan aytgandim, cho'zib o'tirmaymiz. Shunga hozir birato'lasi 4 ta yarim himoyachini aytib o'tib ketaman. Vitinha, Pedri, Lamine Yamal va Cole Palmer. Va endi shularga qisqacha hozir ma'lumot ham keltiramiz. Vitinha 2024-2025-yilgi mavsumda PSG uchun juda kuchli mavsum o'tkazdi. Jamoaning asosiy futbolchilaridan biri bo'ldi. U klub bilan yutuqlarga, ya'ni katta yutuqlarga erishdi va muhim rollardan birini bajardi. Uning bu mavsumdagi yutuqlari ham o'ziga xos. Oltin to'p 2025 reytingida 3-o'rinni egalladi, 703 ochko bilan. Bu dunyodagi eng yaxshi futbolchilar qatorida ekanini ko'rsatadi. Oddiy qilib aytganda, Vitinha PSJ'ni asosiy yarim himoyachisi sifatida juda yaxshi o'yin ko'rsatdi va jahon darajasida ham tan olindi. Pedri 2024-2025-yilgi mavsumda jami 59 ta o'yinda maydonga tushdi. La Liga uchun 37 ta o'yinda 4 ta gol va 8 ta golli uzatma bilan ishtirok etdi. Umumiy hisobda 6 ta gol va 8 ta assist bilan juda faol bo'ldi. Muhim roli Barselona jamoasining o'yin mexanizmidan biri bo'ldi. Jamoa o'yinini boshqarish, paslar, hujum boshlash kabi vazifalarni bajardi. Oddiy qilib aytganda, Pedri Barselona uchun barqaror va ijodkor o'yinchi bo'lib, ko'p o'yinlarda asosiy bo'ldi va jamoaning yuragi sifatida harakat qildi. Navbat Lamine Yamalga. O'tgan mavsumda La Ligada barcha musobaqalarda juda faol mavsum o'tkazdi. Taxminan 35-37 ta o'yin, La Ligada 9 ta gol, 13 ta assist bilan eng ko'p golli uzatma berganlar qatorida bo'ldi. La Liga U23 ning ham eng yaxshi o'yinchilaridan ham deb topildi. Yamal juda yosh bo'lishiga qaramay, o'zini dunyoning eng istiqbolli futbolchilaridan biri sifatida ko'rsatdi va Barselona uchun muhim gollar hamda assistlar berdi. Endi navbat esa Cole Palmerga. Palmer Premier Ligada 37 ta o'yinda maydonga tushib, 15 ta gol va 8 ta assist bilan jami 23 ta golga bevosita hissa qo'shdi. 2024-2025-yilgi mavsumi uchun FIFPro ga ham kiritildi, ya'ni professional futbolchilar tomonidan eng yaxshi 11 lik tarkibiga tanlandi. Cole Palmer Angliya Premier Ligasi uchun juda samarali hujumchi bo'ldi va Chelsea jamoasi uchun ko'p gol va yordamlar ham berdi. Va endi navbat hujumchilarga. Bularni esa bitta-bittalab aytmasak bo'lmaydi. Demak, bizda o'ng qanot hujumda Rafinha 2024-2025-yilgi mavsumda Barselona safida juda kuchli mavsum o'tkazdi. Hujumda asosiy o'yinchilardan biri bo'ldi. Mavsum davomida ko'p gol va assistlar qilib, jamoaning chempionlik kurashida muhim rol o'ynadi. Chempionlar Ligasida ham samarali o'ynab, gollar bilan ajralib turdi. La Ligada mavsumning eng kuchli futbolchilaridan biri sifatida e'tirof etildi. Bu mavsum Rafinha uchun eng zo'r mavsumlardan biri bo'ldi. Tezlik, dribling, hal qiluvchi gollari bilan yetakchiga aylandi. Chap qanot hujumda PSJ'da yondirib tashagan va oltin to'p sohibi Usmon Dembele. Dembele 2024-2025-yilgi mavsumda PSG safida juda a'lo darajada o'ynadi va mavsumni juda samarali yakunladi. 2024-2025-yilgi mavsumda jami 35 ta gol va 15 ta assist bilan juda yuqori statistika natija qayd etdi. Hamda Liga 1 hamda
Chempionlar Ligasi va boshqa musobaqalarda asosiy hujumchi bo'ldi. Liga 1da 21 ta gol, turnirning eng ko'p gol urgan o'yinchilaridan biri bo'ldi va jamoasiga chempionlikni qo'lga kiritishda yordam berdi. Chempionlar Ligasida PSG bilan finalga chiqib 5-0 hisobida Inter Milanni mag'lub etdi va o'sha finalda 2 assist berdi. Shu muvaffaqiyatli mavsum tufayli 2025-yilga Oltin to'p mukofotini ham qo'lga kiritdi. Bu shaxsiy eng katta yutug'i hisoblanadi. Dembele 2024-2025-yilgi mavsumni eng yaxshi mavsumlaridan biri sifatida o'tkazdi. Ko'p gollar urdi, jamoani Chempionlar Ligasida yutishga yetakladi va yilning eng mashhur futbolchilar qatoriga kirdi. Mana shu jamoamizning so'nggi vakili Kylian Mbappe va u strikerda. Ha, to'g'ri, uni elva pozitsiyasida, ya'ni left back, ya'ni chap qanot hujumda o'ynaydi deyishingiz mumkin, lekin u bu mavsumda Real Madridda striker pozitsiyasida o'ynadi va Realda shunchaki yondirib tashladi. Endi esa ma'lumotlarga ham, faktlarga ham o'tsak bo'ladi. Mbappe 2024-2025-yilgi mavsumni zo'r o'tkazdi. Ha, jamoasi inqirozda bo'lsa ham u juda zo'r o'tkazdi. La Ligada 31 ta gol va liganing eng yaxshi top urari ham bo'ldi. Ha, u shu mavsumni juda zo'r o'tkazdi. Real Madrid klubi bu mavsum inqirozda bo'lgan bo'lsa-da, u La Ligada 34 ta gol urdi va La Liga oltin butsasini yutdi va yilning oltin butsasini ham u qo'lga kiritdi. Real Madrid o'tgan mavsum Copa del Rey finaliga chiqdi, lekin u yerda finalda Barsaga mag'lub bo'ldi. La Ligada esa birinchi o'rinda emas, ikkinchi o'rinda bo'ldi. Chempionlar Ligasida esa chorak finalda Arsenalga mag'lub bo'lib chiqib ketdi. Ammo Kylian shunga qaramay mavsum davomida jami 42 ta gol urdi. Kylian shaxsiy statistika bo'yicha juda yaxshi mavsum o'tkazdi. Sovrinlar yutmagan bo'lsa ham u oltin to'p reytingida 7-o'rinni oldi va shuning uchun ham u bizning jamoamizga kiritildi. Va bu esa biz tuzgan jamoa. Darvozada Gianluigi Donnarumma, himoyada esa Nuno Mendes, Virgil van Dijk, Ashraf Hakimi. Yarim himoyada esa haqiqiy sehrgarlar Vitinha, Pedri, Palmer, Yamal. Hujumda esa ajoyib uchlik Dembele, Mbappe, Rafinha. Bu jamoaga 10 dan necha qo'ygan bo'lardingiz? O'zi bu jamoa haqidagi fikringiz qanaqa? Izohlarda yozib qoldiring. Xo'sh, qani, bu rubrika sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying va obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Va endi navbat quizga. O'tgan videomizdagi futbolchi bu Gonzalo Higuain edi. Bugun esa mana shu futbolchini toping va izohlarga yozib qoldiring. Birinchi bo'lib topgan 5 ta insonni keyingi videomizda olib chiqamiz. Va video yoqqan bo'lsa like bosing va obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Siz bilan Husan bo'ldi. Husan Sport kanali edi. Ketkazgan vaqtingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.